G'iybat nimaligini bilasizlarmi? dedilar payg'ambar alayhisalom. Ular aytishdiki, Alloh va uning rasuli yaxshiroq biladi deyishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, g'iybat shunday narsaki, birodaringiz yaxshi ko'rmaydigan narsalarni aytishligingiz dedilar. U bo'lmagan joyda shartdagi deymiz-ku, shartda yuzingizga aytadi qo'yadi. Xafa bo'lasizmi, bo'lmaysizmi keyingi masala. Orqadan gapirib o'tirmaydi. Orqadan gapiradigan odam odatda o'zi qo'rqoq bo'ladi. Yuziga gapira olmaganligi uchun orqasidan gapiradi. Payg'ambar alayhisalom aytibdilar, birodaringni yaxshi ko'rmaydigan narsalar bilan eslashliging, aytishliging bu g'iybat dedilar. Shunda sahobalar aytishdi. Bizdagi gaplarimizda bu. Aytganlarim unda bo'lsa-chi? Shu aytgan gaplarim unda bor ekan. Mana bunday qilgan deb aytamiz-ku, shu aytganlarim bor gap bo'lsa-chi dedi. Sahobalar shunday deyishdi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, agarda sen aytayotgan sifat, ayb unda bo'lsa, sen g'iybat qilyapsan. Bordi-yu, sen aytayotgan sifatlar, ayblar unda bo'lmasa, sen unga bo'xton qilyapsan dedilar. Shuning uchun ba'zi o'rinlarda tilimizni tiyib, jim yurganimiz yaxshiroq. Gapirmagan yaxshiroq. Soqovroq bo'lganimiz yaxshiroq. Shu g'iybatning orqasidan o'zi odatda kelishmovchilik, janjal, to'polon, ixtilof, oiladagi munosabatlarning buzilishi hammasi g'iybatning orqasidan kelib chiqadi. G'iybatdan foyda yo'q.